Hammaga salomlar. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda birinchi videoimda aytib o'tganimdek vyjivaniya qilamiz. Hamda maqsadimni ham video davomida aytib o'taman. Qani bo'lmasa ketdi akalar. Ondan sindirdim. Akalar bu o'yinni tomini deyarli tugatganman. Hozir sizlarga mana ko'chaga chiqib ko'rsataman. Mana ko'rinishi tepasiga ana bunaqa o'yinlardan qo'yishim kerak. Buning uchun esa ko'p daraxt chopishim kerak tepaga chiqib. Xo'sh. Bu videodan bizning maqsadimiz o'yinimizni tomini to'g'rilab olib, minora qurish yoki uyimizni tomini shunchaki to'g'rilab qo'yaveramiz va uyimizni birozgina bezash. Uyimizni tomini tugatib birozgina bezash. Bugungi maqsadimiz ya'ni. Uzoqqa borib chopib kelish kerak endi daraxtlar. Mana daraxtlarga yoniga ham keldik. Ana, sinding. Sen ham, bunisi ham, unisi ham va bunisi ham sindi. Xo'sh. Shu bloklar yetadi. Endi uyimizning oldiga ketdik. Oho, o'zi ham uyimni qiynalib qurganman. Rosa qiynalganman-da akalar. Sizlar buni tushunmaysizlar umuman. Akalar, endi bularni taxtaga aylantirib yuboramiz. Taxtaga aylantirgandan keyin mana bunaqalarga aylantiramiz. Ketdi. Akalar, kechirasizlar. Ketdik. Tepaga chiqamiz va tomni quramiz. Ketdi. Mana rovna bir stak emas, bir stakku 4 ta. Bir stakku 4 ta ya'ni. Quramiz. Endi bu yerni bo'ldik. Endi anaqa qilamiz. Mana bu yer chiroyli ko'rinib turishi uchun. Mana bu buzib tashay, yarim stak ketadiga. Mana bunaqa qilib chiroyli qilib chiqamiz. O'shanda chiroyli bo'ladi. Mana o'tirib turib quramiz. Agar mana bunaqa qilamiz, ham chiroyliroq bo'ladi, ham bitta to'siqcha tejagan bo'lamiz. Qalay akalar? Yaxshi o'ylabmanmi? Meni miyamda hali shunaqangi g'oyalar bor. Siz shunchaki kelajakda hayron qolasiz akalar. Qurdik. Yana 4 tasini ishlatamiz. Mana. 3 2 1 0 bo'ldi, boshqa qomat. Sakradik. 3 ta jonim ketdi degan. Orqa eshikdan kirsam ham bo'ladi-yu. Nega shu qilib xayolimga kelmadi? Akalar, menda yana temir bor, piramidaga borib kelganman. Menda temirlar bor. Mana chiroyli bo'lib turadi. Menda yana nimalar bor hozir? Xo'sh. Menda yana nimalar bor ekan? Akalar, короче, bunga e'tibor bermaylar, o'ylaviy muammolar. Xo'sh. Endi biz nima qilamiz hozir? Endi biz nima ham qilardik? Minora quramiz. Lekin akalar, minorani keyingi qismda quramiz. Bugungi maqsadimiz shunchaki tomni tugatish edi. Va shuning uchun ham keyingi qismda qilamiz. Hammaga xayr.